Yangi yil, yangi oilam bilan ertalab soat 5 dan turib olib, korzinkalik blinchikni pishirishni boshladim. Birinchisi nachinka, piyoz, qo'ziqorin, yarimta pishirilgan tovuq yeb ko'rib mazza qilib, erjonim damlagan romashkalarni ichib olamiz. Shu kunda ham shamol deydimi odam? Podlivkamizni qovurib, xamir qorishga o'tib ketamiz. Bu bizni mitti somsachalarimiz uchun yaxshilab uqib olib, paketga o'rab olib qo'yamiz. Pishirgan blinchiklarimizni olib, hididagi Bobur akamni turg'izib yubordi-yu. Korzinka shaklida o'rab olib, ichiga nachinkamizni tiqib olamiz. Va chetini sirni palochka bilan bantik qilib olib, xamirimizdan olib kelgandan keyin yoyib dumaloq qilib cho'zib olamiz. Go'shtli nachinkamizni solib, duxovkaga dam olishga sovuramiz. Firmenniy vaflilarimni pishirib olib, sovutib olib qo'ydim. Ana bola yordamida kurchkalarimizni marinovka qilib, beshafqatlarcha ustini kesib, dalchi stol dekori bizlar bordovoy rangda to'xtab, stolimizni oppoq lekin organza bordovoy qildik. Tarelочкаlar, bantiklar qilib, stolimizni yedirib qo'ydik. Yangi vazochkalarda mevali assortilar, soat 5 dan qiladigan somsachalarim va zakusochkalarim, ekrani rangiga gap bo'lishi mumkin emas. Misnoy assorti va gnezdo salatimiz. Bularni bir kun oldin qilib, xolodilnikka olib qo'yganim 10 dan 10 deyman. Bu salatni nomini kommentariyada yozib ketinglar. Shunaqa chiroyli dasturxonga bizlar sushi yamini sushilarini qo'yish bilan ovora edik. Ana bolani singillari rosa yaxshi ko'rishadi. Oyijonim uchun Strawberry House'dan podarочный set qildim. Tadam! Yangi yil kutib olishga tayyormiz. Kirib kelayotgan 2026-yil bilan hammani tabriklayman.